formulamizda mana bunaqa xatolik chiqib kelyapti. Assalomu alaykum. Bugungi darsimizda mana bu jadvaldagi xatolikni to'g'rilashni o'rganamiz. Bizda nima xatolik bor? Mahsulot narxiga oxiriga so'm so'zi qo'shib qo'yilgan va kilogramm yozilgan joyiga ham kilogramm so'zi qo'shib qo'yilgan. Shu sababli formulamizda mana bunaqa xatolik chiqib kelyapti. Endi buni to'g'rilash uchun ikkinchi jadvalimizga qaraydigan bo'lsak, bu jadvalga raqam to'g'ri yozilgan va oxiridagi so'm so'zi qo'lda kiritilmagan. Mana bu joyga qaraydigan bo'lsak, yachekani ichidagi ma'lumotni ko'rsak bo'ladi. Ichiga faqat raqam bor. 2 marta bosib kirib ko'rsak ham faqat raqamni ko'rsak bo'ladi va kilogrammi ham xuddi shunaqa. Bunga mahsulot narxi va kilogrammi ko'paytirilganda to'g'ri natija chiqadi. Ya'ni tepadagini qanday to'g'rilaymiz? Belgilab Ctrl H tugmalarini bosamiz. Ctrl H. Birinchi qatorga olib tashlanish kerak bo'lgan so'zni kiritamiz. Ikkinchi qatorga hech narsa kiritmasdan zaminni tilsani bosamiz. Ikkinchi maydonni belgilaymiz. Birinchi qatorga so'm so'zini kiritamiz. Ikkinchi qatorga hech narsa kiritmasdan zaminni tilsani bosamiz. Natijaga hisoblam ma'lumotlarni ko'paytirib hisoblab beryapti, lekin bizga ko'rinish mana bunaqa bo'lishi kerak. Demak, so'm so'zini qo'yish kerak bo'lgan qatorni belgilab, общий bo'limidan другой числовой formatni bosamiz. Finansiviy bo'limidan mana bu qatordan o'zbek so'mini oqtarib topamiz. Mana o'rtaroqqa mana shu joyga bo'ladi. So'm o'zbekskiy yozilgan qatorni tanlab, 2 ni 0 ga tushirib, ok tugmasini bosamiz. Birinchi qatorimizni to'g'riladik, endi ikkinchi qator. Bunga kilogramm so'zini oxiridan qo'shib qo'yish kerak. Demak, общий bo'limiga kiramiz, другой числовой format bosamiz. Biz format bo'limidan основной yozilgan qator tanlangan bo'lishi kerak va oxiridan probel tashlab qo'shni nollarni ichiga KG so'zini kiritib qo'yamiz. Ok tugmasini bosamiz. Mana natijaga ham ma'lumotlar matematik amal bajarilyapti, ham ko'rinishi ham biz xohlaganday bo'ldi. Yana ham ko'proq ma'lumotlarni bilish uchun yoki kompyuter bo'yicha biror savol sizda bo'lsa, yana ko'proq ma'lumotlarni bilish uchun yoki kompyuter bo'yicha biror savolingiz bo'lsa, kommentariyaga yozib qoldirishingiz mumkin. YouTube kanalimizga ham obuna bo'lib qo'ying. Unda tez Excel bo'yicha yoki kompyuter bo'yicha foydali ma'lumotlar qo'yiladi. Hammaga rahmat.